Oyoq o'yindan pastavkasi yo'q. Buni biznikida oyoq o'yindan pastavkalargacha bor. Behijob katta bo'ladi. Libboy odam bilan deb mahsulotni solishtirib ko'raveramiz. 45 kilometr masofaga tezlanadi mashinasi. Hamma 2600 dollardan sotib turgan joyda narxini endi hozirda bizda 2.800.000 so'mdan boshlab skuterlar bor. Halol nasiya savdoga birinchi qo'l ba'zan o'zidan skuter olaman degan obunachilarimiz uchun bugun xudo xolasa shunaqa joyga yetib kelganmiz. Plus taraflari birinchi qo'lda o'zidan bitta pasport evaziga halol nasiya savdoga 3 oydan 12 oygacha bemalol skuterlar olsalaring bo'lar ekan. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Bitta faqat skuterlar bas, orqa tomonda velosipedlar bor ekan, bu tarafda mototsikllar, 3 ballonli skuter so'ragan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videoda boshidan bittadan like bosib qo'yasizlar. Agar bizda yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yishlar mumkin. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni tanishtirib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, charchamasdan yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi aka? So'zingiz yaxshimi? Charchamay kelyapsizmi? Ha, rahmat aka. Halol nasiya savdo deb qo'ydim. Qanaqa bo'ladi aka shartlari? Bitta pasport bilan kelishadi. Aha. 3 oydan 1 yilga chiqarib beramiz, bo'ldi. Halol nasiya savdoga. O'zbekiston bo'ylab chiqaramiz. O'zbekiston bo'ylab. Muammosi yo'q. Gap yo'q, hozir. Qaysi biridan boshlaymiz aka endi? Biz ana qo'limga kelgan skuterlar, bu skuterimiz keladi sizga, qarang. Aha. Eng afzal tomonlar ko'pmi? Orqa keslargacha qarang, bunaqa diodlargacha qo'yilganda, ana bu yoq Kech payti yonadi. Favoritnilarni. Bemalol ko'rsangiz mana. Ko'ryapsizmi? O, Yangilik. 2026. Kolonkalargacha bormi? Kolonka maytavon blueslar, hamma yoq zatni yuradigan funksiyalar bor. Bizda hamma skuterlarimiz shunaqa modelda, 2026. Yangichasini. Ko'p mana shunaqa modelni olayotgan odamlar mana bu yerda oyoq o'yindan pastavkasi yo'q. Buni biznikida oyoq o'yindan pastavkalargacha bor. Behijolat. Mana start stop. Nima edi? Avtopilot bo'ladi. Hali o'zi bosib qo'ysiz ketaveradigan, xuddi o'sha narsa bo'ladi. Endi keyin qarang, bizda ko'pchilik oqtarib yurayotgan elektrik velosipedlarning assortimenti juda ko'p. Amerikans mana o'z narsamiz chista Amerikans mahsulotlarimiz bo'ladi. Bunda o'zini qanot bog'ichlarini ham qo'yamiz. Hozir uni yaqinda bunday avtolarni qo'yamiz. Mana tepada ko'rsating. Elektrik kamera velosipedimiz mana. Bizda обычный горнiylardan alyuminiy ramalisiyadan tortib temir ramalisigacha topsa bo'ladi. Xildama buni gai ham to'xtatmasa kerak. Yo'q, boshqa provanova talab umuman qilmaydi. Gap yo'q. Mana xo'sh tog'larimizga bitta balonlilar. Bitta o'zlari minmoqchi bo'lganlar. Mana ko'pchilik ham odam o'tirsa ham yuklasa bo'ladigan modellarimiz. Bunimiz ham oyatullo qarangda. Katta bo'ladi. Libboy odam bilan deb mahsulot bilan solishtirib ko'raveramiz. Bu bortlari uzun bo'ladi. 10 sm 10 sm katta bo'larimiz. Gap yo'q. Keyin buni o'zim minib ko'rganmanki, motor razgon bor, vashi zo'r bunda. Vashi mazanasi. Uchadi, bitta uchga so'ra. Ana elektriskilarimiz variantlarini ko'rsataylik. Viperda borib, kelib mazza qilib tanlab olishadi. Bu ham yangimi? Bu ham yangi holatda, korobka holatda hammasi. Bu ham ana elektriski, bu ham elektriski velosiped. Bu ham hozir aytganimiz amerikanskiy velosipedimiz. Bu ham shirokki narsa. Endi mashinasi soatiga 45 kilometr masofaga tezlanadi mashinasi. Skuterlar 25 bo'lsa, bunda 45. Tezlik o'shishi vashchi zo'r narsa. Balolar ham shirokki katta ekan, yumshoq ketadi. Xuddi ham yengil. Shirokki bo'lgani og'ir bo'lmaydi. Og'ir bo'lmaydi. Bunaqa oddiy yosh bolalarga ham velosipedlarimiz hali ichkarilardan hali ko'rsatasiz. Mana bu yerda tayyor kelishgan holda terib ko'rib olib ketishadi. Shu yerda o'zida yig'u jarayonlarimiz bizda bo'ladi. O'zi yig'iladigan joyi birinchi qo'lda o'zidan. Endi mana bizda yana yangilik model kelgan, oyatullo 3 g'ildiraklikda yangicha model. 2026. 2026 bu. 2026. Sifat kачествоsi вообще zo'r. Bu tablosini ham ko'rsatingda mana. Tablolari ham juda ham zo'r. Mana zaryadkalari qancha qolishi. Bu yangilangan. Keyin orqa favoritniklari ham juda ham neobычныйda. Ko'pchilik metasi qanotda bo'ladi, qolganlarki sinib qoladi. Bunda metta joylashganda. Udar kelsa ham tegmaydigan. Vashi zo'r narsa bo'lgan. Gap yo'q. Eng qiziqarli tomoni bor edi oyatullo. Baklarimizni skidka narxida qo'yib qo'yganmiz. Bu necha kubliklar endi? Bular 400 kubligimiz, ko'sa bu 500 kubligimiz. Bu 300 kilolik motorollarimiz, bizda 1 tonna 500 kilolik motorollarimiz ham bor. Gap yo'q. Bular replika menimcha, bular replika model bo'ladi, lekin narxi bor-ku. Mana hozirda hamma 2600 dollardan sotib turgan joyda narxini 2250 dollar qo'ydi. 2250 dollardan. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. 400 kublik. 400 kublik. 500 kublik ham bo'ladigan bo'lsa 2500 dollar qilib qo'ydi. Ular maksimal tezlik necha edi bo'ladi? 200 dan o'tadi. 200 dan o'tadi. Men lishni o'zim 180 ga chiqqanman. 180 ga chiqqan. Mana to'g'risi minganman. 250 kubligini minganman. 110 yuradi ular 250 lar. Buni endi 160, 180 indamasdan ketib yuborsa kerak. Indamasdan chiqadi. Keyin ustalari bo'lsa kelib tekshirib ko'rsa, original motor qo'yilgan.
Motorlari qolgan replikalar bilan bir xil motor emas. Boshqacharoq. Boshqacha yaxshiroqni atena qilib qo'ydirganmiz. Просто biz skidkaga qo'yganmiz. Gulishtirlari ham boshqacha chiqqan ekan. Vashsha eng zo'r olifta narsalari. Ham mo'rda ham boshqacha ekan. Qolgan replikalarga qaraganda, agar bilmaydigan odam bo'lsa 100% original deb o'ylaydi buni. Ha, keyin mana shu ranglar bor-ku, mana shu ranglar, bu ranglari tuning qilsa yarashadigan ranglarda. Ha, yana ham ochiladigan. Yana ham ochiladi. Narsa qo'ysa, did bilan qo'ysa, shunaqa neobычный modellarga aylanib ketadigan narsa. Gap so'z yo'q. Xo'p, manonimizning narxini bitta aytaylik, keyin ichkaridagilar narxini boshqa 9,5 million so'mdan. 300 kiloga yuk olaveradimi? Ha, plus odam o'tirsa ham bo'ladi. Odam o'tirsa ham bo'ladi, qo'shimchasi yuk ham oladi. Mana gap. Qo'shimchasiga mana odam bemalol 300 kilo yukni olaveradi. Kaskalari bonus ana. Bu yil 2026-yilga yangi qo'shilgan maxsus narsalarimiz, o'zining komplekt naborchalari va kulish naborlari ham metrlargacha bor ekan. Hamma izolentalar 10 bor. Atirkalar ikkitadan atirka. Mana bunisi bor, to'qolchaydiganlargacha hamma yo'si bor bunda. Malades. Mana o'zini yomg'irda kiygan dajnavisi. Tepasini yoqadi. Oyoqda Polishasi. Mana nimasi kaskachasi. Hammasi komplektatsiyada bor. Kolonkalarigacha bor ekan. Keyin qolgan skuterlardan farqli o'laroq oldi tormoz sistema jitkisi bo'ladi. Aha. Balon nimasi alyuminli bo'ladi mana, diskasi alyuminli. Alyuminli. Baquvvatligini o'zi minyonani biladi o'zi. Tormozi ham jitkisi bo'lsa normalniy o'shadi bo'lsa. Mana boshqacha modelimiz. Bu ham yangicha ekan, ha? Balon diametrini ham ko'ryapsizmi? $8 skuterning baloni qo'yilgan. Bilan Redline diskalarda, Redline vilkalarda zadniy tizimi bor. Aha. Oddiy bu modelimizda ham qarang, orqa keysiga mana favoritliklarigacha diodlargacha zavodga qo'yilganda, buni biz qo'ymaganmiz. Xitoyda o'zi mana zavodga qilib qo'ydirib kelinganda. Puli qancha bularsiz endi aka? Bularning narxi 5,4 million so'm. 5,4 million so'mdan. Ikkita pulti, ikkita kart NFC-sigacha. NFC kartasigacha bor mana. Bu narsalarni Xitoyda qo'ydirsa pul bo'ladi aslida. Aslida pul. Skidka narxida bular narxlar behijolat. Bunda ham xuddi shunaqa sport rejimi, parkovkasi, orqaga aytyapman-ku, vashshin. Xullas hamma narsasi bor ekan. Endi bu tarafdagilarda boshidagidan bitta narxini aytib qo'yamizmi? Bo'ldi, qiziqqanlar bo'lishsa. Endi hozirda bizda 2,8 million so'mdan boshlab skuterlar bor. Chiqarib beramiz. Buni ko'rsatgan modelimiz bu 4,8 million so'm. Bularimiz 7 million so'mdan modellarimiz boshlanib ketadi. Bular bo'lsa 4,6 million so'm. Bunimiz bo'ladigan bo'lsa, bu ham yangi holatda. Bu 3,5 million so'm. 5 ta akkumulyatorli. Akkumulyator buniki qanaqa? 6 ta akkumulyator. Kattaroq-a? Bu necha kilometr yuradi? Bu ham 70 km yuradi. Bu tablosini bitta ko'rsating-da mana. Tablosi ham yangilangan tablo. 2026. To'rtburchak ekan, boshqacha. Endi gap yo'q. Oldi orqa tormoz sistema jitkisi bo'ladi. Aha. Benzinlilar bular yangisi bormi? Benzinlilarimiz ham xudo xolasa 10 kunda Xitoydan yo'lga chiqqan. Aha. 10 kunda xudo xolasa yangiliklar keladi. M-Max bir 7 xil skuter kirib keladi. Undan 2 donasi yangi model. 2 donasi. Bu yulduzli O'zbekiston yangilik olib kirayotgan model. Qolgan 5 tasi S-Max, M-Maxlar, o'sha xalq maza qilib minayotganlardan. 5 tasi 5 ta modelimiz xalq maza qilib suyayotgan modelimiz bo'ladi. 2 tasi hozir yangilik. O'zimiz zakaz qilganmiz, ular hamzon keladi. Gap yo'q. Mana bu yerda terilish jarayoni ketyapti. Xudo xolasa menimcha hammasini aytib o'tdik aka. Keyin ichkariga kelsangiz, ichkarida ham narsalarimiz bor. Ichkarida ham elektrik velosipedlarimiz zo'rlari bor. Bittadan like bosib qo'ysizlar shu joyiga, kanalda yangi bo'lsalar ham obuna bo'lib qo'yishlar. Yana Didi Nozi akalar bo'ladi, Oyatullo. Aha. Didi Nozi akalarimizga 100% karbon. Karbon bo'lib turibki, elektrik velosipedimiz bor mana. Boshqa narsa ekan-a bu. Bu necha kilometr yuradi? Bu bitta zaryadka bilan 50-60 kilometr masofani bosib o'tadi. Tezligi qanaqa? Bu tezligi maksimalga 35 km/soatga bo'ladi. Tablosi mana menimcha. Tablosi o'sha yer bo'ladi, ana yoqsiz yana yonadi. Malades lekin. Buni narxi bor-ku, narxi Oyatullo. Narxi internetda $3800 turibdi. Internetda. Bizga kelsa, mana shu narsani yangi korobka holatda $1800 narx beraman. $1800 ga beriladi. 50% chegirmada sher tanlab ko'rib olib ketaveradi. Xohlasa korobka holatda beraman, xohlasa mana shunaqa zborka qilingan holatda beraman. O'zi zborka qolsa ham bo'ladi. O'zi ahli aytadi, o'zim qilib olaman desa, пожалуйста, beramiz, muammosi yo'q. Detskilardan assortiment zo'r ekan-a? Assortiment behijolat. Hammasi kelib tanlab ko'rishi, keyin yana yangiliklar. Bizda yangilik bor-da. Mana yosh bolachalarga. Chiroyli narsa ekan-a. Mana qilib oyog'ini taklaydi. Bemalol mana velosiped minishni o'rganib oladi. O'rganib oladi. Agar o'rganish bilmasa, balonchasini qo'yadi, chiqaradi, bemalol minib yuraveradi. Malades, Xitoy shuncha narsalar ishlab chiqarib yuryapti. Aytyapman-ku, biz o'zimiz imana shu narsa tanlab ko'rib, bilib, ashuna qilib olib kelamiz. Birinchi qo'lda o'zidan deganim uchun qaranglar, assortimentda magazinga borsalar ham bunaqa narsadan mana
bu yerda teriliq turgan bo'lsa, bir dona mana shundan bo'ladi xolos, magazinda o'zida. Agar bu joyga keladigan bo'lsalar, Ob'yomga ham qilib beraman. xilidan bor. Optimga ishlayman deganlarga ham bor. Ha, bemalol. Narxlari bexijob, narxlargacha Narxlari bexijob. so'm narxda qilib beraman. Mana qancha misol o'rtacha Qaysi? bolalarga mos ekan mana shu. Bu 800 ming so'm. 800 ming. 800 ming so'm. Zo'r mana. 13-14 yoshli bolaga olib berishsa, Maza qilib menishadi. Ha, baquvvat narsa. gap yo'q, baquvvat narsa haqiqatdan. Bu velosipedlar ham halol narsa savdoga chiqaveradi. 3 oydan 1 yilgacha, 12 oygacha hammasini bitta pasport evaziga qilib beramiz, muammosi yo'q. Gap yo'q. Optimga ham bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqsin, Optimga olamiz deb aytsa, xudo xolasa shtuklaridan kelishib, Optim narxda zo'r narxda qilib beramiz. Gap yo'q, xudo xolasa mana pastdan nomerlarni qo'yib qo'yapmiz. Oyatulla o'zidan oldin chiqarasizlar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa 10 kundan keyin yangilik keladi deyapti. 10 kundan keyin video qilish nasib qilsa, cheki kelib sizlarga shu video qilib ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.